To'g'risini aytinglar, yuzingizdagi tonalka surib, pudrali surib, dog'larni ketkizib charchadinglarmi? Ayniqsa tug'gan yildan keyin dog'lar tushib ketadi, bilasizlarmi? Sizlarga hozir Shvetsariyaning tabiiy kosmetika naborini tavsiya qilmoqchiman. 1000% effektini olasizlar. Даже biladigan odamdan so'rasanglar ham shundoq real effektlar bilan, real rezultatlar bilan bo'lishilinadi. Qaranglar, bizda hozir 4 ta narsa. Birinchi ishlatadiganimiz, yuzingizni yuvganingizda shundan foydalanasiz. Bu teri o'lik qavatlarini yana ham sveji bo'lib chiqishiga yordam beradi. Buni yuvganingizda shunda srazu bitta narsasini ishlatganingiz o'zida effektini olasiz. Lekin yana ham zo'r effekt olish uchun uyda yuzingiz oppoq tonalni pudralasiz yurishingizga yordam beradigan shu nabor deb o'ylayman. Shvetsariyani gormonlarsiz, ximikatlarsiz qilingan produkti bo'lgani uchun ham effekt juda katta bo'ladi. Так, ikkinchisi, bu bizda tonik. Tonikka kislorod bo'lib, yuzingizga полностью освежающий bo'lib ta'sir qiladi. Yana ham zo'r narsasi, mana poetapностью ishlatishingiz kerak-da, uxlashdan oldin yuzingizga bag'ishlasangiz yoki ertalabmi mana mana narsasi. Bu bizda qaranglar. Mana shuncha narsani sizga ta'sir qilishida yordam beradi. Полностью ichigacha singishida yordam beradi. Bu siviritka hisoblanadi. Siviritkadan keyin mana botox effekt beradigan, yuzni tortadigan mana shu kremini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Hozir полностью mana shu akkaunt qoldiraman, yozib o'zlariga do после menga rasmni tashib bering desanglar, do poslelarni tashib beradi. O'zingizlar realni odamlardan effektini ko'rganinglardan keyin ishonch hosil qilib, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi.